Assalomu alaykum, hurmatli global mayli obunachilari va bizni kuzatib borgan do'stlarimiz. Yuklarimiz bayram sababli 4 kun 5 kunga cho'zilib qoldi. Videomiz ham bilgan bo'lsanglar 5 kun bo'ldi hali video qo'ymaganimizga. Doim kechki payt olardik. Mana hozir soat 6 bo'lyapti. Xudo xolasa men sizlarga hozir kelgan sveji tovarlarimizni hali artib tozalashga ulgurmagan flagman modellarimizni Simpilus yesimagacha o'tgan. En tinig'i bo'lsa en tinig'i. Agar birorta ko'rsa nuqtasi bo'lsa, nuqtasi bor deb xudo xolasa bugun men sizlarga video qilib beraman. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Narxlar sizlarga ma'qul kelsa, albatta kommentariyada omad so'zini qoldirasizlar, hurmatli do'stlar. Qo'limda eng kontaktli, eng kuchli protsessorga ega bo'lgan hozirgi kundagi S25 bejli smartfonimizni juda ham holati a'lo, xuddiki yangidek holatda 12256 Simpilus yesimlargacha o'tgan 4000 amperlik batareyaga, narxi esa hurmatli do'stlar foydalanib qo'yinglar. Shunaqangi dia smartfonimizni $560 taklif qilamiz. Yo'q, menga 256 talik kam qiladiganlar uchun hurmatli do'stlar, artiga bir dona shunaqangi Shodu Silver ideal sostenida 12 ga 512 talik ham bizda mavjud. Smartfon juda ham a'lo darajada, uning ustiga O'zbekistonda hali hech kim ishlatilmagan yangi sveji tovarlarimizdan Simpilus yesimlargacha o'tgan. Buning narxini esa men sizlarga 560 ga 256 bo'lsa, $575 ga 12 ga 512 taligini, artiga $15 evaziga 2 barobar xotirasi katta smartfonni xarid qilish ham mumkin. Samsung S24 8256 hamda 8 ga 512 talik silver hamda grey rangda. Bu smartfonlarning ham holati juda ham a'lo darajada. Aytganimdek, Simpilus yesimgacha o'tgan, batareyasi 4000 amper, prosessorlar Exynos 2400 prosessordan chiqarilgan. Narxi 256 420, 512 talik esa $430 tashkil qiladi. Xo'p, Samsung tarixida Note versiyani oxirgi avlodi hisoblangan Note 20 Ultra, Snapdragon 865 Plus prosessor, 12256, 4000 amperlik batareya. Shu kurslarda ozgina qirilgan joyi borligini hisobiga, hurmatli do'stlar, super arzon narxda $265 ga taklif qilamiz. Keyin assortimentda anchadan beri juda ham ko'pchilik so'rayotgan S22 Plus aynan sizga qaysi ranglisi yoqsa, siz sirasi pastdagi nomeringizni murojaat qiling. Bunaqangi ideal holatda hali O'zbekistonda ishlamagan keng assortimentda hozirgi kunda Samsunglar juda Koreyada ham muammo bo'layotgan paytda biz global mayli a'zolari sizga eng zo'rlarini xudo xolasa arzonlashtirilgan narxlarda taklif qilamiz. Prosessor Snapdragon 8 Gen 1 prosessor, operatika 8, xotiralari esa 256, 4500 amperdan jihozlangan. Green, Black, xo'p, Pink hamda shunaqangi o'zimga eng yoqqan juda ham zo'r holatdagi oq ranglarni hurmatli do'stlar foydalanib qo'yinglar. Qaranglar, bir dona nuqtasi yo'q hamda haddan kelmaydigan bir dona shunaqangi violet ranglisidan bizda mavjud. Qarang, 5 xil rangdagi S22 Plus 5 4500 amper batareyaga, 8 ga 256 Snapdragon 8 Gen 1 prosessorga ega. Narxi arzonlashtirilgan super arzon narxda $290 dan shunaqangi ideal holatdagilarni agar kursda birorta ko'rda shilingan, qirilgan joylar bo'lsa, $270 dan qilib beramiz, $20 arzon narxga. Xo'p, keyingi smartfonimiz Snapdragon 8 Gen 2 prosessorga ega bo'lgan S23 Plus bejli smartfonlarimiz. Bu smartfonlarimizni ham dual sim kartaga qilib bemalol ishlatsangiz ham bo'ladi. Simpilus yesimgacha o'tgan 4700 amper, 8 ga 256, rangi oq emas, jemshug rangda, lekin holati a'lo holatda hamda seriozli qora ranglar. Narxlari esa hurmatli do'stlar, bu smartfonlarimizni $355 dan xarid qilishlaring mumkin. Endi xo'p, 200 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 2 prosessorga ega bo'lgan S23 Ultra'ni sizga aynan qaysi ranglisi yoqadi? Siz bizga kommentariyada yozib qoldiring va zakaz bering. Xo'p, bu smartfonlarimiz 12256 hamda 12 ga 512 taklari bizda mavjud. Narxlari hurmatli do'stlar, $495 dan 256 taligini, $510 dan esa 256 taligini taklif qilamiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, yana bitta zo'r taklif sizlarga. TVdagi salafan turibdi, lekin kurslarda ozgina qirilgan joylari bor ekan. 12 ga 1 terabaytli S22 Ultra smartfonimiz. Lekin ekranda hech qanaqangi muammosi yo'q. Uning ustiga O'zbekistonda hech kim ishlatmagan shunaqangi zo'r holatdagi smartfonimizni super arzon narxda foydalanib qo'yinglar. $440 ga taklif qilamiz. 12 ga 1 terabaytli $440 dan. Xo'p, ketidan men sizlarga 12 ga 512 talik 3 xil rangdagi ideal sostenidagi yoqimli va noodatiy rangdagi S22 Ultra smartfonini taklif qilaman. Prosessorlar Snapdragon 8 Gen 1 prosessor, 108 megapiksellik kamera, 12 ga 512 hamda
12256 ham bor. Men sizga hozir faqat 12 ga 5 dan ko'rsataman. Hurmatli onalar, S22 ultralarimizni atiga $405 foydalanib qo'yinglar. Bir emas naq 4 ta shunaqangi ideal holatdagi smartfon sizlarga mavjud. Qarang, tagidagi salafanlar olinmagan, ranglari, tevadagi ham salafanlar olinmagan, artib tozalashga ulgurmagan Burgunda rangdagi S22 Ultra smartfonlarimiz esa $390 dan zo'r tiniq holatdagilarni taklif qilamiz. Xo'p, keyingi smartfonimiz Titanium Corpus bilan jihozlangan, hozirgi kunda eng kuchli prosessor Snapdragon 8 Gen 3 prosessoriga ega bo'lgan natural eng ходовой 12256 hamda 12512 talik S24 Ultra smartfonlarimiz sizlarga muntazir. Narxlari $620 ga $635 tashkil qiladi. Tanlovingizda har doimgidek bizda 12256 talik bilan 512 talik narxi 5-10 uzoq kelsa $15 farq qiladi. Tanlovingizga qarab xudo xolasa bemalol zakaz qilasiz. Yana bir ajoyib taklif, sveji kelgan tovarlarimizdan eng ходовой bo'lib turgan S23 FE smartfoni. A56, A55 larni olishga shoshilmang, chunki bular narxi juda ham qulab ketdi, narxi ham. Tevadagi pastdagi salafanlarga kelsa olinmagan, hurmatli do'stlar, foydalanib qo'yinglar. Bu smartfonimizni Simplus yesimigacha o'tgan 12256 4500 amper, narxi esa $270 dan eng tiniqlarini xudo xolasa narx 4 tasi sizlarga muntazir, bemalol zakaz berib xarid qila olasizlar. Xo'p, S24 dan juda ham keng kolleksiyada kirib kelgan. Men sizga har bittasining rangidan bir donadan ko'rsatyapman. Bu smartfonlar operatikasi 12, xotiralari 256 hamda 12 ga 512 talik, 4900 amper. Batareyani hech qanaqangi muammosini sezmaysiz, chunki batareyasi nihoyatda kuchli. Uning ustiga ekranning tekizligini hisobiga, ejiomasligini hisobiga batareyasi kun bo'yi siz xizmatingizni qilib beradi. Qarang. Eng ходовой bo'lgan silver ranglisidan atiga bir dona kirib ketdi. Foydalanib qo'yinglar. 256 taliklarni 450 dan, 512 taliklarni esa hurmatli onalar $465 dan taklif qilamiz. Xo'p, keyingi smartfonimiz, bularni ham bitta rangidan ko'rsataman. S21 bej smartfonlarimiz juda ham zo'r holatda ishlatilgan, O'zbekistonda hech kim ishlatmagan 8256 Exynos 2100 prosessor, narxi eng tinig'i 190. Agar ko'rsa sal silingan joyi bo'lsa $170 dan bemalol pastdagi nomerlarimizga xarid qilishlaringiz mumkin, zakaz berishlaringiz ham mumkin, xudo xolasa. Xo'p, keyingi smartfonimiz S23 bej smartfonlari. Snapdragon 8 Gen 2 prosessor, Simplus yesimigacha o'tgan holatlari a'lo holatda, narxi $310 dan. Ketidan atiga bir dona qora seryoziy ranglisi kirib ketdi. Hatto to'ralar tomonida salafan olinmagan ideal yangidek holatda. Buni narxini esa sizlarga $320 ga berishga tayyormiz. 5-10 minut ketgan vaqtlarga achim mesajni unutamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollaringiz bo'lsa, pastdagi yoki tevadagi nomerimizga murojaat qilinglar. Har bitta zakaz bergan smartfonlar O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Oldindan to'lovlar 200 ming, qolgani qo'llarga borgandan keyin to'lov qilinadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.